8-qism. Qadrdonlar, bu safar men videoni turli suratlar, grafika va maxsus effektlar bilan to'ldirmaslikka ongli ravishda qaror qildim. Sizni chalg'ituvchi vizual shovqinlardan asramoqchiman. Ko'zlaringiz bilan tomosha qilib chalg'ishingizni emas, balki butun e'tiboringizni mening ovozimga va nutqimga qaratishingizni xohlaganim uchun. Chunki aytadigan gaplarimni qalb bilan tinglashingizni istayman. Ko'zlaringizni kerak bo'lsa yumib oling va albatta diqqat bilan quloq tuting. Bu bilimlar hayotingizni butunlay o'zgartirib yuborishiga aminman. Agarda ushbu gaplarimni ma'nosini sokinlikda mag'zini chaqolsangiz. Plastik qopqon uyimizdagi quvurlar sog'lig'imizni qanday o'g'irlamoqda? Siz eng qimmat va tabiiy mahsulotlarni sotib olishingiz, eng zo'r filtrlarni o'rnatishingiz mumkin. Ammo uyingizda oddiy plastik quvurlar turgan bo'lsa, siz baribir semirishdan, erta qarishdan va kasalliklardan qutula olmaysiz. Oxirgi 10-15 yil ichida hammamizni xuddi sodda insonlardek plastikka o'tkazib qo'yishdi. Bizga bu arzon, o'rnatish oson, uzoq xizmat qiladi deb ertak aytishdi. Biz esa ishondik. Uyimizga plastik suv quvurlari o'tkazdik. Pol tagidagi, ya'ni teplый pol deymiz, plastik shlankalarni yotqizdik. Endi esa keling mantiqni yoqib, bu qulaylikning orqa tomoniga nazar tashlaymiz. Plastik quvurlardan suv o'tganda, ayniqsa issiq suv bosim ostida o'sha plastik ko'zga ko'rinmas darajada yemirilishni boshlaydi. Suvga mikroplastik va eng xavfli kimyoviy moddalar, masalan, bisfenol A ajralib chiqadi. Bu ichimlik suvlarimizga ham tegishli. Misol uchun, baklashkada sotib olayotgan har qanday ichimliklar. Bu kimyoviy moddalar tanamizga tushgach, haqiqiy gormonal aldovni boshlaydi. Ular tabiiy gormonlarimizni bloklab, ichki tizimni butunlay dovdiratib qo'yadi. Oqibatda moddalar almashinuvi buziladi. Vazn havodan ham ortib boradi. Surunkali charchoq va kasalliklar paydo bo'ladi. Quvurlarning ichida esa vaqt o'tib shilimshiq parda hosil bo'ladi. Bu bakteriya va griboklar ko'payishi uchun haqiqiy jannatdir. Axir ajdodlarimiz naqadar dono bo'lishgan. Ilgari suv uchun faqat mis quvurlardan foydalanilgan. Idish tovoqlar esa sof misdan, shisha yoki chinidan, farfordan bo'lgan. Mis bu tabiatning jonli himoyachisidir. Suv mis quvurdan o'tganda mis hech qanday xlorsiz barcha bakteriya va viruslarni 99% ga o'ldiradi. U suvni jonlantiradi, strukturasini tiklaydi va uni mis ionlari bilan boyitadi. Mis esa tanamizga kollagen ishlab chiqarish, teri qarimasligi uchun va gemoglobin sintezi quvvat bo'lishi uchun suv va havodek zarur. Xo'sh, nima qilish kerak? Hammada ham hozirning o'zida pollarni buzib, quvurlarni misga almashtirishga millionlab puli yo'q-ku. Tizim bizni plastik qopqonga tushirdi, ammo chiqish yo'li bor. Suvni yaxshilab filtrlang va eng asosiysi hayotingizga misni qaytaring. Uyingizga toza misdan yasalgan ko'za yoki stakanlar sotib oling. Unga kechqurun suv quyib qo'ying. 8-12 soat ichida mis suvni butunlay jonlantiradi, zararsizlantiradi va shifobaxsh quvvat bilan to'ldiradi. Organizmingizni suyuq plastik bilan emas, jonli suv bilan sug'oring. Haqiqiy osmon qoidalari, Alloh qonuniyatiga qayting. Dunyo xayollarda, lekin osmon haqiqati ochildi. Astro platforma chengiza.com haqiqat maskani shu yerda. 13 ta burj haqiqiy osmon o'lchami.